Assalomu alaykum, Islom Ustoz kanali a'zolari, hurmatli aka-ukalar, kimga darvoza qiziq bo'ladigan bo'lsa, bitta like bosib, darvoza kerak do'stlaringiz videomizni ulashib qo'yasizlar. Xudo xolasa darvozamizni Quvaga olib kelib o'rnashtirdik. Qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar aka-ukalar. Baho berib qo'yasizlar, juda ham ideal holatda chiqdi. Darvozamiz 1 kvadrat metr 650 ming, 700 ming so'm, 850 ming so'mdan chiqadi. Hurmatli aka-ukalar, eng arzoni 600 ming so'mdan chiqadi. Xizmat qiladiganlari. Bu darvozamiz 850 ming so'm olib o'rnatib berdik. Darvozamiz materiallariga keladigan bo'lsak, stoykalarimiz 8-8 ikkili qalinlikda, 6 ga 4 profillarimiz 1,5 qalinlikda, listlarimiz 2 lik, mashina o'tadigan joylari shivillar bo'ldi. Zamoklarimiz zubr zamok, kraskalarimiz avtomobilning kraska bilan va rich kraska aralashtirib semiz qilib tayyorlab sachganmiz. Xudo xolasa quyoshda, mana quyoshlar chiqib turibdi. Quyosh ertalabdan kechgacha tushar ekan bu darvozaga. Soat 1-2 gacha tushar ekan. Xudo xolasa garantiyalar bilan qilib berdik. Darvozamizni kraskalarini ham, darvozamiz o'zini ham tepasiga millilik urg'u berib setka qilib berdik, hurmatli aka-ukalar. Holatini ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqdi. Orqalari senter zamok, zamoklarimiz zubr zamok. Ko'rib turibsizlar. Juda ham ideal holatda. Orqa qismlari. Orqasida alohida qoplab qo'yadiganlar bor. O'rtalari senter zamok. Orqa holatlarini ko'ryapsizlar, juda ham ideal holatda chiqqan darvozamiz. O'rtasi senter zamok. Darvozamiz toshning o'rniga o'rnashdi. Mana o'rnashgan holati, xudo xolasa. Ochilib yopilishlari hamma yo'q bexijolat. Yopilishlariga bitta baho berib qo'yasizlar. Darvozamizning общий puli 11 million so'm bo'ldi. Hurmatli aka-ukalar, ozmoz skidga qilib berdik. Kvadrat metri 850 ming so'mdan edi. 830 ming so'mdan olib kelib o'rnashtirib berdik. Akamiz musofirda ishlashar ekan Rossiyalarda. Xudo xolasa aka-ukalar, musofirda bo'lsalaring ham bemalol telefon qilinglar, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Joylaringni o'lchab 15 kun 20 kun davomida o'rnatib beramiz. Videolarimizda darvozalarimizni kamchilik bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga qoldirsalaring, keyingi safar xudo xolasa kamchiliklarni to'ldirib, kommentariyada fikrlaringga javob beramiz, hurmatli aka-ukalar. Telefon raqamlarimizda Telegram, WhatsApp bor, internet orqali ham bog'lanaverasizlar.